Assalomu alaykum birodarlar, sog' salomatsizlar do'stlar. Do'stlar, hali ham yurak og'riq bo'lib yuribsizmi? Dardingizga davo topolmay. Mana tabiiy davosi birodarlar, qarang. Bismillah. Zaldor deysizmi, o'rik deysizmi, nima desangiz deng mana. Danagini choqing xom holatda, maydalab qovonchada, maydalab qo'ying, ezib, kukun qilib. Ha? Va ana shuni 2 oy, 3 oy davomida bir chimdim, 2 chimdimdan 3 mahal til ostiga tashlaysiz. Parashok qilib. Faqat qovurilmagani bo'lsin do'stlar. Ana shuni qarabsizki, yurak og'rig'i xudoolasa sirazi yo'qoladi. Va yurak ishemik kasalliklarni ham davolash xususiyati bor. Buni yog'ini iste'mol qilib yursangiz ham bo'ladi. Hattoki mana miyada ensefalopatiya, yana qon aylanishi buzilganda va bosh og'riqlarda shifo bo'ladi inshaalloh. Bu juda ham bir yaxshi xususiyatga ega va mana yuz nervlari shamollashiga buni masalan, ya'ni yog'ini surtib foydalansangiz ham og'riqlarni qolib shamollashlarini tuzatib yuborish xususiyati ham bor do'stlar. Sog' salomat bo'ling, Allohga omonatisiz, xayr. Asosiysi o'zingiz asrang.